Do'st bir-birisiz yashay olmaydi. Ya'ni kun bilan tun bir-birini qo'llab yuradi. Bizdayam. Keyin yer bilan osmon bular ham bir-birisiz yashay olmaydi. Jon bilan tan. Mana agar hozir men jonim chiqib ketsa, men bu tan hech nima emas. Buni ustiga issiq choy quyib ketasizmi? Pichoq tiqib tashlaysizmi? Bu prosta hech nima emas. Ya'ni jon u Xudodan kelgan-ku, u ketadi-da. Tana esa biz tuproqdan yaralganmiz-ku, u o'zini egasiga ketadi. Mana qarang, shu momentini ko'ring-da. San bu yoqqa ketadi jon. Bu tan esa tuproqqa kirib ketadi. Bu ikkalasi ikki tarafga, потому что bir-birisiz yashay olmaydi. Biz kimnidir urib o'ldirib qo'ydim, kimnidir o'ldirib qo'yibdi deymiz-ku, uni tanasi o'ladi. Tanasi, jon chiqib ketadi, bo'ldi. Keyin jon bor-ku, eng muhim joyda eshitdinglar-da. Bizning tanamiz jonni gostinitsasi. Agar jonni san Petizvyozniy gostinitsada ushlab turmasang, ketaman der ekan. Tushuntir oldimmi? Hozir rosa katta insight ketdi tushungan odamga. Masalan, biz jinnicha gostinitsa ketamiz, nariroq Petizvyozniga boramiz deymiz-ku. Jonimizni ham bizani mana shu tanimiz bu gostinitsa ekan. Biz jonni sharoitini yaratib berishimiz kerak ekan. Uni og'ritishimiz kerak emas. Aslida mana nima uchun men bu tatuajlar mumkin emas, gunoh degan sababi ham shu. Masalan, mana nina kirib ketsa qo'lingiz og'rimaydi, joningiz og'riydi. Nina kirib ketsa qoshingiz og'rimaydi, joningiz og'riydi. Biz jonimizga azor berganimiz mana shu. Shuning uchun biz haqqimiz yo'q-da. Agar biz masalan mana meditsinaga qaratmasdan bitta pochkam chirib ketibdi, jigarim yarmisi yo'q ekan, oshqozonimda yara bor ekan, qaratmaysizmi desa, vaqtim yo'q-da. Bola chaqani joyin qilishim kerak, uni uylantirishim kerak, bunga beshik olishim kerak. Deymiz-ku, mana shu joyda siz joningizga xiyonat qilyapsiz. Sizni joningiz sizdan недовольный bo'ladi, iloji boricha ketishga harakat qiladi. Chiqib ketishga harakat qiladi. Sababi bunga sizni gostinitsangiz yoqmayapti-da. Siz joningizni sharoitini tana qilib bermayapsiz. Ya'ni bizani jonimizda tanamiz bor-ku, yesam, ichsam, uxlasam. 3 ta missiyasi bor. Tananiki shu. Au ko'rsam, bilsam, o'rgansam jonniki. Mana shu momentni qarang. Ko'rsam, bilsam, o'rgansam bu jonniki. Tana esa yesam, ichsam, uxlasam. Mana shuni 50 ga 50 ushlab tursangiz, 100 ga borasiz, 100 dan oshasiz, kasal bo'lmaysiz, prosta qarichilik bilan o'lasiz. Mana 100 ga